Assalomu alaykum hammaga. Men Diyora Keldiyorova, dzyudo bo'yicha O'zbekiston tarixida birinchi ayol olimpiada chempioniman. Yurtimizni chet elda nomini yuqori ko'tarish ko'pincha biz sportchilar yelkasida, chunki har bitta g'alabamizdan keyin, har bitta yuqori natijamizdan keyin butun arenadagi tomoshabinlar, sportchilar O'zbekistonni qanaqa davlat ekanligini, qanaqa madhiyamiz borligini eshitishadi va bu biz uchun juda ham katta bitta sharaf beradigan tuyg'u. Har bitta musobaqada qatnashayotganimizda eng katta maqsadimiz o'sha bayrog'imiz yuqorida ko'tarilishi va madhiyamizni yangrashi. 2015-yil ilk marotaba o'smirlar o'rtasida jahon chempionatida qatnashganman va O'zbekiston formalarida yurgan paytimiz ko'pincha bizani yevropalik sportchilar unchalik mensitishmasdi va sekin-sekin yutuqlarga erishib, katta-katta arenalarda o'zimiz ko'rsata boshlaganimizdan keyin bizga chuqur hurmat bilan, sportchi hurmati orqali qarashni boshlashdi va O'zbekistonga tashrifni ham ko'paytirishdi. Oldinlari o'sha Toshkentda o'quv yig'in mashg'ulotlari bo'lardi. Biza ko'p davlatlarni chaqirardik, ko'pchilik kelmasdi. Oxirgi yilda adashmasam 20 dan ortiq davlat O'zbekistonda o'quv yig'in mashg'uloti o'tkazish uchun kelishdi. Bu biz uchun juda ham katta yuqori natija bo'ldi. Parij olimpiadasidagi yutug'imdan keyin biz sportchilar va murabbiylar Eyfel minorasi tagida rasm tushishga, esdalik rasm tushish uchun bordik va O'zbekiston formamizdan bizani ko'p fransuzlar tanishdi. Medallarimizni ko'rib tabriklashdi va ular uyalmasdan kelib biza bilan ham rasmga tushishdi. Bu biz uchun juda ham quvonarli holatlardan bittasi bo'ldi va O'zbekistonni butun dunyo taniyotgani va biza ozgina bo'lsa ham o'zimizni hissamizni qo'shayotganimiz bizani juda ham katta quvontirdi. Aziz ukalarim, singillarim, sizlarga bitta juda ham katta maslahatim, bo'sh vaqtingizdan unumli foydalaning, chunki O'zbekistonning kelajagi bundan keyin sizlarning qo'lingizda bo'lishi mumkin. Har bitta qilayotgan ishingizni sevib, yaxshi ko'rib va kelajakda tanlaydigan kasbingizni ham yaxshi ko'radigan ishingizga bog'lab tanlasangiz, juda ham katta natijalarga erishishingizga ishonaman.